İhlas bilen bir ustaza pul bergene, İhlas bilen bir kamilga pul bergen, yeter bir menzilye yetmeyin kalmaz. Derya içrene yüzgen çöllerde, kezgen dem kısabın, tüyel yetmeyin kalmaz. Assalomu alaykum, hurmatli muhtaram Jumboqam ashirasi kanalini kuzatib turgan do'stlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Mana do'stim Normurodjon Obidov har kelganimda shu Toshkentda kutib oladilar. Alloh taolo ziyorat qilsin, baraka toplaysiz. Xudo xolasa endi bir rahmatli ustozni shu O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti o'zim ustozim Ortiq Otajonovning qabriga borib biz ziyorat qilib, shu Qur'on tilovatlar qilib shu o'tamiz degan niyatda kelyapmiz. Xudo xolasa bir keyingi jarayonlar bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Bizlarni kuzatishda davom qilib turinglar. Normurodjonni o'zi ham joylashtirib boradi. Sizdan olib qo'yaman. Men de roldaman. Sog' bo'ling azizlar, salomat bo'ling. Toshkentdamiz. Xudo xolasa. Heppadir havoni. Havolar yerlarda issiqdir ha. Ay. Bu yerda mana havo tuman. Yomg'ir havosi bo'lyapti. Kuzatib turinglar do'stlar. Xudo xolasa joylashtiramiz. Mana kichkina Sherozi ham shu yerda aytkincha. Islombek Sherozi. Qimmat mashinada. Yo'q, arzon. Güzellik verdi canan, hayran oldu aman, karvanına ilk yoldan koşuştu sağ aman. Yaş kayfiyatlar. Bilmem nelerge yettim, bilmem ne oldu armon, qaysi mezilge kettim, boshimda neler farmon. Bilmem nelerge yettim, bilmem ne oldu armon, qaysi mezilge kettim, boshimda neler farmon. Mana hurmatli azizlar, ko'rib turganlaringizni Xudo xolasa Said Oqqasota qabristoniga ham yetib keldik mana. To'g'ri O'rizordan kelinadi mana. Mana shu Nazarbek Muz. Mana Ortiq Otajonovning hovlisi azizlar. Mana shu uy Ortiq Otajonovning uyi bo'ladi. Xuddi mana shu uyda men yashaganman mana. Qarshilin aylanib past bilan tushib boramiz. Mana Ortiq Otajonovning Kichiraytirma qarasi. mahallasi shu. Shu tepadagi uy mana rahmatli ustozim Ortiq Otajonovning hovlisi bo'ladi azizlar. Mana nevaralar, mashinalar turibdi. Xuddi mana shu uyda muqaddam yerlarda yashagan Normurodjon. Ko'petdik. Mana most. Nazarbek mosti mana. Ha. Hozir shunday most tagidan borib yana to'g'ri qabristonga kirib boriladi. Ko'pchilik so'ragan Ortiq Otajonovning muxlislarining talabiga ko'ra yana ko'rsatyapman azizlar. Mashinada keladigan insonlar uchun shunday qilib kelsanglar, rahmatli ustozni ziyorat qilib chiqib ketasizlar degan umiddamiz. Adashmaysizlar. Mana Nazarbek.
Machitda ham juda chiroyli qilib remont qilyaptilar lekin. Obidok Burada aylantiramiz. katta machit bu. Yana bir okalardan Bitib qoladi. Ha, nima bu? Oxirgi Qalaqo'ya mahallasi bu. Rahmatli. Ustoz Hoji Akbar akani ham mahallasi mana shu yerda. Ha? Shu yerda. Muhriddin akam ham shu yerda qolibdi. Ha? Ularga kelib turar edik. Ulug'bek do'stim bilan Rustam Mahmudov muzikalarni ishlab aranjirovka qiladi Rustam. Shunda kelib turar edik uyga. Endi nazorat qildik azizlar. Ta'mirlash ishlari to'liq tugallanmagan. Tugallagandan keyin holat bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz azizlar. Dünya eylener kavsiden münener çekip cümle candan tukum yutmayın kalmanız. Dünya eylener kavsiden münener çekip cümle candan tukum yutmayın kalmanız. Hamdamım yok barıp sırrım aşağıda. Derdim tok taşırga otum uçar ya. Dünya bir menzildir ey gelip geçer ya. Bu menzilye gelen geçmeyin kalmana. Dünya bir menzildir ey gelip geçer ya. Bu dünyada gelen geçmeyin kalmana. Assalamualaikum. Jadi, masih. Pegang. Mahtım kulu bu dünyanın devletin. Körgen körmeyen çeker anın minnetin. Davam yürüterler işkinin şerbetin. Bu şerbetten hiç kim dağıtmayın kalmana. Mudam
şerbetin, bu şerbetten hiç kim dağıtmayın kalmana. Bu dünyaya gelen içmeyin kalmana. Buradan ne de koyarsan. Karşı. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâlim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Bahşettik şu mazlumlardan efendim, Müslümanlar yok baklarına. Bahşettik şu bir ustazlarımız yok baklarına. Bahşettim ustazımız Akif Atacanov. Bunda bunlayımız müserafalar, yengilerin ataylar yaxşı olsun, imanları hamroh olsun. Joylar şahsday cennetlerde olsun. İzinde kalan da cemiki şagirdlerine, oğullarına, kızlarına, nevrelerine, gelirlerine iki dünya saadetini versin Xudo canım. Sağlık, selametliğini versin. Her daim yaxshi kunlarda oynamak, durmak, yemek, içmek. Ondan hammalarga nasip qilsin. Allohu akbar. Caylar cennetten. Ha shunday har kelganda bir ziyorat qilib ketmasam o'zim Madinaga chiroyli insonlarni qanchalik bir o'zim ham bir yengillashaman, bir dardlashaman deganim. Birga ijod qilgansiz. Shu yerda yashaganman bu yerda. Hamma joylarda, ko'p yerlarda aytaman, ko'p insonlar biladi. Nima deymiz bu dunyo shunaqa. Bunday insonlar o'ziga haykal, ustun qo'yib ketgan insonlar. Bular hech qachon qalbimizda yashaydi, mangu yashaydi-da. Bular bunday insonlar birib ketadi. Takrorlanmas. Takrorlanmas. O'shaning uchun qo'limdan kelgan ijodlarni qilib turibman. Men dunyodan o'tganda Moskvada edim-da. Ishonasizmi, shu kvartirani boshimga kelib baqirib yig'laganman shu 17-may kuni Karimboy Rahmonov bilan telefonlashib aytdi-da, dunyodan o'tganda shu ana bugun dedi berib qo'ydi deganda. Tutolmaysiz, ichingizdan keladi-da. Odamlar o'zi biladi-da har narsani ichida narsani. O'ylamagan joyda. Ha. Yaxshi-ku deyman. Qo'shiq aytib yurgan-ku. Allohga shukr. Ana qilib ketgan ijodi, san'ati umrboqiy barhayot. Bitmas tuganmas san'at tashlab ketgan inson ortida. Qanchalik shu eshitib, ko'p eshitaversa nimadir aytaman. Matematikada ortida ijodi. Matematik yechimli hamma. Havzalari ham shunaqa, so'zlari ham shunaqa degan. Endi hozir haligi fonogramma deymiz-ku. Bular shu davrda jonlini hozir kompyuter yasab ketar ekanlar-da. Endi o'ylab qarasangiz. O'sha paytlarda kompyuter, hozir kompyuter qanday bo'lsa, bular kompyuter yo'q vaqtda yasagan ekan. Shuni yasagan. Hozir mana shu ziyorat qilgan o'g'limgina o'sha paytda endi stadion ularni ham yo'q. Qo'shsak nag'ara qo'shaverdik. Bitta doira tor, akordeon. O sintezator degan narsalar ham keyinchalik qo'shganmiz. Ungacha katta konsertlar, voy ko'ylaklar suv bo'lib ketadi. Mashallah. 100% jonli ijro qilib
Reklamani yomon ko'radi Abdulla aka. Nima uchun men reklama qilishim kerak? Bitta pishani o'zi yetib o'tadi. Faqat do'stlik saroyining oldida bitta pisha Ortiqxo'jajonov falonchi kuni, misol 17-avgust kuni kanser. Bo'ldi, to'g'ri yetadi shu o'zi. Odam o'zi Shuni ko'rgan odam ketdi. To'lib ketaradi hozirgilar voy kanser qo'yishdan 3 oy, 4 oy oldin endi to'g'risini aytamiz. Ay zamon bilan hozir zamon bilan. Ja oshirib yuboradi reklamasi Instagramdan. Qonunga boshqasi ham qonunga odam g'ashga tegib ketavergan. Shulardan naqarat, faqat naqaratdan iborat so'zlar ham antiqa. Har zamona bir zamondagi bu vaqtlar bunday bo'ladi. Endi hozir bunday her zaman o'ziga yarasha. Apchaqani o'zim ataman. Ya, o'tirsana. Bu mening o'g'lim bu. Marvaratjon. Islombek Sharozi degan shu Islombekmi? bizni syomkalar qilib beradigan yigit mana shu. Siz uzoq ekanlar. Bundan kattasini ismini ham rahmatli Ortiq akamni o'zi Murodilla deb qo'ygan. Murodilla deb? Katta akasini. Necha yil bo'ldi Murod qilib yuribsan deb Murodilla deb ism qo'yib, keyin uni 5 to'ylarni qilib berganlar. Keyin katta konsertlar qo'yib berganlar. Bir so'm pulsiz konsertlar o'tkazib shu xalqimizga xizmat qilib yurgan paytlarimizda. Endi siz ham yonda ushlab turishda sizda ham ijod bo'lganda o'shaning uchun sizda bo'lmasa doirachi ko'p-ku. To'g'rimi? Doirasidan ko'p narsa yo'q. Endi Ortiq akama san'atiga berilganman-da men. Yoshligim ketgansiz. Yoshligimdan shunaqa bo'lganman o'zi. O'shaning uchun ham kelgan paytda men hech qayerga bormayman. Faqat shu Ortiq akamning hovlisida, mana shu Nazarbekda yashayman. Ziyorat etib ketasiz. Hamma ham endi ko'p insonlar talab qiladi, ko'p insonlar ko'rsatib turing. Siz baribir haqiqiy o'zini ishongan shogirdsiz, yonida yurgan hamnafasi degan insonlarni shu fikr mulohazalarni bir joyga jamlagan holda sal vaqtim ketsa ham shu yerga kelib ziyorat qilib ketaman. Albatta shu endi ustoz bo'lgandan keyin shunaqa bo'lish ham kerak, bir qarash kerak bu yoqda mana Normurodjon, bu yerda kimlar yotdi mana. Odam qolmabdimi ekan yurtda deb o'ylaysizda. İnson zoti bir-birini aldamaslik kerak. Bunday joylarga ko'p kelib turish kerak. Ko'p ziyoratlar qilish kerak. Baribir oxirimiz shu ekan-ku degan fikrga boradi inson baribir. Birda bo'lmasa ham birda shunaqa bo'ladi. Sog'lik, salomatchilik bo'lsin azizlar. Baktım cihan işine, manası türlü Baktım cihan işine, manası türlü Bir başta min topani, gavası dürli Ay quyoshning har joyda ziyosi turli Bu qandayin bozordir savdosi turli
Bitta kazan içinden halvası türlü türlü, savdası türlü türlü, halvası türlü türlü.